Assalomu alaykum YouTube. Mana bugun Xudo xolasa 11 fevral, 10 fevral haftaning seshanba kuni. Bu 6 roligimiz bo'ladi. Qanday qilib motoblokni orqasidan chopib yurmasdan oldiga adapter qilib, rul qo'yib, haydashlik haqida oldi adapter yasashlikka hamda videoda sizlarga buni qanday yasash mumkin, qanday qilish mumkinligi to'g'risida va'da bergandim. Mana hozir oldi adapterim 80% ga bitdi, yurg'izib minib ham ko'rdik. Keyin yana minib video qilib sizlarga ko'rsatamiz. Yurg'izib. Xo'sh, mana ko'rgan bo'lsanglar, rulli burilish radiusi mana shunday bo'ldi. Xo'sh, menimcha yaxshi buriladi shu bilan. Agar yana rulli burilish radiusini o'zgartirish kerak bo'lsa, o'zgartirish mumkin. Xo'sh, mana shunday holatga keldi. Mana birinchi videomda balkasini nimadan yasash kerakligi to'g'risida aytib o'tganman. Mana balkamizning hamma qismlari, ya'ni zapchastlari klassika Jiguli dan olingan, ya'ni ikkita oldi chap hamda o'ng stupitsa hamda tepa hamda past sharovoylarini oldim. Hamda ularni hammasini razbor qilib tashab, undan keyin oldiga mana shunday balka yasadik. Endi ikkita balonning arasi o'rtasi 65 cm chiqdi. 70 ga mo'ljallagandim, adashimman shekilli. 5 cm ga 65 chiqdi. Menimcha juda ham yomon emas, bo'ladi shunda haydasa ham. Mana bundan keyin Jigulini oldi balonlari radial 13 balonlari bilan mana qo'ydik. Hamda Jigulini rulovoy kolonkasi mana chambaragimdan ruli bilan hamda nakonechniklari mana qo'ydik. Mana hammasini. Texnikaga qiziqqan odamlar bularni hammasini qanday o'rnatish mumkinligi to'g'risida xabari bor. Xo'sh, mana sidenya qo'ydik. Sidenyani shunday qildimki, yurganda qattiq odamni orqa belidan urmasligi uchun buni tagiga amortizator hamda prujina bilan, undan keyin Jigulini orqa mostida bo'ladigan reaktivniy tagalarni qo'yib, yumshoq sidenya qildim. Mana oyoq ostiga qo'ygan metalliskiy list hamda mana hozir ko'rsataman. Mana bu skorsga uradigan richak. Hali buni ulagandim. Sal uzilib ketdi. Uni yana boshqatdan ulaymiz, xudo xolasa. Mana o'zi aslida mana bu motoblogim to'g'risida aytib o'tay. Sizlarga motoblok 10 ot kuchlik veyma salarka bilan yuradi. Mana ko'rinishi. Xo'sh, mana shu motoblokning oldiga pastki qismida mana ko'rsataman sizlarga. Mana shu yerdan 3 ta bolt ekan bilan mana shu yerga papka qilib uladik. 3 ta boltni yetsa bu adapter yechiladi, motoblok yana o'zining holatiga keladi. Hamda men bu troslarini, mana o'zini troslari mana ko'rgan bo'lsanglar, bu zadniy xodni trosi, unga pedal o'rnatdim mana. Pedalni bosib turib, sipleniyani qo'ysa orqaga yuradi. Undan keyin sipleniyani mana bu yoqdan ko'rsataman.
Sipleniyega ham mana o'sha Jigulini pedallari mana bosganda sipleniya ajratadi, skorosti mana tagiga prujinalar bilan mana agar ko'rinib olsa mana ko'rsataman, mana shunday qilib o'rnatdik. Mana tros ketgan mana. Mana sipleniya hammasi bosadi. Akkumulyatori. Keyin bu motoblogim o'zi elektro оборудованияligida. Akkumulyator ishdan chiqqandi, 3 yildan oshuvdi. Damas akkumulyatorni qo'ydim, 6 oylik garantiya surogi bilan. Xo'sh, klemmalari o'zi to'g'ri keldi. Faqat bosh qismini olib tashlab, matizni klemmalarini qo'ydim. Va endi orqa naviskalarni yasash. Ya'ni podyomniy mexanizm, o'sha plugni ko'taradigan, baranani ko'taradigan, ariq ochadigan, undan keyin ariqni qatqalog'ini yumshatadigan naviskalarni ham yasash niyatim bor. Hozir ular ham 50-60% bitib qolgan. Mana shu o'ng tomondan, xudo xolasa, o'ng tomondan rechek qo'yaman, xuddi Skorskiga o'xshatib, bu ham sal balandroq bo'ladi. O'sha naviskalarni ko'tarish hamda tushirish podyomniy mexanizm bo'ladi. Shunda bu oldin ota-bobolarimizga o'xshab plugda yerni ag'daradi. Undan keyin chizil qilishi mumkin, undan keyin barana qilish mumkin. Barana asosan yerdagi qolib ketgan tomirlarni, har xil begona o'tlarni chiqarib tashlash maqsad asosan, hamda namni saqlash uchun barana qilinadi. Nam saqlanadi barana qilgandan keyin. Undan keyin ariq olib, kartoshkami, pomidormi, nima xolasa ekish mumkin. Men asosan 2,5 gektar uzun bog'imiz bor. Shu bog'imizga mana shunday qildik. Katta traktor kirolmaydi. O'shaning uchun bemalol bu kirib chiqadi hamda ag'daradi, ariq ochadi. Hamda mana unda vomi bor, bu mana orqasida vomi bor. Agar o'roq qo'ysa, o'roqni aylantirib, o'tam bedani ham o'rish mumkin. Buni ham o'ylab ko'ramiz, o'roq olishga harakat qilaman. Bedayimiz bor, beda poyamiz bedani o'radi. Hamda generator qo'ysa, to'kishlab beradi chaylaga. Hamda pompa qo'ysa, suv ham tortib beradi. Suv tortish mumkin, to'kishlab chiqarish mumkin. O'roqni qo'yib, o'roqda beda o'rish mumkin. Mana shunaqangi nimasi bor mana. Buni mana bu yerda richagi bor, mana. Richagini qo'ygandan keyin bu vali bor, aylanadigan, aylantiradi. Keyin mani motoblogim 6 ta skorosi bor. Orqaga 2 ta, oldiga 4 ta. Oldiga 2 tasi пониженный, orqaga bittasi ham пониженный, 3 ta. Hamda повышенный, ya'ni tez yuradigan holati. Mana hozir пониженныйda turibdi L. Buni richagga mariqa bursak, повышенный holatga keladi. Tez yuradi. 11 kilometr tezlikka doğru yuradi 1 soatda. Xo'sh, bu joyida qoldi. Undan keyin mana bu yerda rulini ataydan olib tashlamadim. Sababi yoqish kerak bo'lsa buni yopib turib mana buni fiksatorni qo'ysa zavat bo'ladi. Mana o'zi kalt bilan, kalti ham bor, kalt bilan zavat bo'ladi. Bularni qoldirdim joyida. Oldiga olishga hojat topmadim. Shundoq qolishini xohladim. Rullar orqasida turaveradi, hech kimga xalaqit bermaydi. Xohlagan paytda yarim soatda yana motoblokka aylantirib freska qilish mumkin. Mana shunday holatga keldi. Mana endi oldi повышенный, ya'ni tez yurar holatga
Kulichat qilib kechagina mingandim, oldini ko'taryapti. Oldi ko'tarilib qolyapti. Balonlarni ko'tarib yuboradi. Shuning uchun oldiga yana bir og'irroq nimadir qilishim kerak. Men hozir bir narsani o'ylab qoldim. Oldiga kuzov qilmoqchiman. Ham balonlarning ustida krela bo'lib turadi u kuzov. Oldi tomonini xuddi burchak 45 gradus qilib, orqa tomoni rulga yaqin tomonini 90 gradus vertikal qilib turib, kuzov qilsam, kuzovga bemalol yuk ortish mumkin. O'g'it, dorilarni ortish mumkin, gung ortib bog'i ichiga olib kirib turib yuborish mumkin. Shunda ham oldi og'irlashadi. Agar u kuzov og'irligi to'g'ri kelmasa, kuzov ichiga bir qop dorini solibmi yoki bo'lmasam qumni solibmi bemalol puluklarni, baranalarni qilish mumkin. Shunda oldi ko'tarilmaydi deb o'ylab turibman. Yana agar sizlarda qandaydir taklif bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar o'rtoqlashamiz. Mana shu holatga keldi. Nima uchun biz bunday qildik? Sababi motoblok juda ham kuchli. Orqasidan chopib yurish kerak. Keyin yerni freska qilayotganda, boshqa qilayotganda noqulayliklari bor. Qo'lni ortadi, belni ortib qo'yish mumkin. O'shaning uchun mana shu oldi adapterni yasashga qaror qilib, motoblokni olganimga o'zi 3 yil bo'ldi. O'sha olganimdan keyin bir 5-6 oydan keyin shunday muammo tug'ildi. Shu oldiga adapter yasasa bo'larmikin deb men internetlarni titib ko'rib, Rossiyada, Yevropalarda xuddi shunday motobloklarga qanaqa qilib qilish mumkin ekan deb ko'rib, mana shu variant menga ham ma'qul keldi, yoqdi. Hamda o'zim harakat qilib, yonimda bir shogirdim bor. O'zi traktorist, men o'zi injenerman. Shu bilan endi meni qo'limdan svarka ishi kelmaydi, lekin bolgarkada kesish, razmetkalarni qo'yish, teshish ishlari, bolt gaykalarga qotirish ishlari hamda shirtyojlarni chizish hammasi qo'limdan keladi. Shu traktorchi shogirdimni chaqirib keldim. Endi meni qo'limdan svarka keladi, boshqa ish kelmaydi degandan keyin hammasini o'zim ko'rsatib turib, ustida svarka ishlarini qildirdim, qolganini o'zim yordam berib mana shu holatga keltirdik. E'tiboringlar uchun rahmat. Videoni ko'rgan, motoblokka qiziqqan do'stlarimiz bo'lsa, like, podpiskani bosinglar. Ko'pchilikka tarqatish uchun. Agar shunday holatda menga adapter kerak, menga ham yasab bering desanglar, kelishgan holda narxini chiqaramiz. Hamma zapchastlarini olib kelib berasiz yoki bo'lmasa men o'zim topib olib kelaman. Bir 10 kun ichida mana shunday oldi adapter yasab chiqarish mumkin. Endi bu yerda bitta ish qoldi. Demak, oldiga kuzov yasash hamda kraska ishi qoldi. Kuzovni yasab kraska qilsak, naveskalarni, orqa naveskalarni bitirsak, 100% bitadi. Va bemalol ishlatish mumkin bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat, salomat bo'linglar. Like bosish, podpiska bosish hamda kommentariyada o'zingizlarning qandaydir fikr, mulohazanglar bo'lsa, oldini qanday qilib yana og'irlashtirish mumkinligi to'g'risida bir fikringlar bo'lsa, o'rtoqlashsak yana ham yaxshi bo'ladi. Albatta men sizlarga o'rgatmoqchi emasman. O'zim mana shunday narsani sizlar bilan o'rtoqlashishni ma'qul topdim. Sababi sizlarning ham fikringlar biz uchun juda ham kerak. Hamda mana shunday oldi adapterga ehtiyoji bo'lgan do'stlarimiz bo'lsa, kelishsa o'rtoqlashamiz yoki yasab berib
hojatinglarni chiqarishimiz mumkin. E'tiboringlar uchun rahmat, salomat bo'linglar. Ro'zai Ramazon kunlarini eson-omon o'tkazib, hayitlarga yorug' yuz bilan yetib kelishligi Alloh o'zi hammamizga nasib ro'za aylasin. Salomat bo'linglar.